Assalomu alaykum kuzatuvchilar hamda kanalimiz obunachilar. Hozirgi kunda Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchanglari yordamida oddiy molni go'ngini qayta ishlab biokumsga aylantirish maqsadida dehqon aka-ukalarimizdan ko'plab cho'lchanglarga zaka solyapmiz. Zakasimiz Surxondaryo viloyati Denov tumaniga 2,5 kvadrat Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchanglari, ya'ni 5 ta banan korobkada akamizga xudo xohlasa mana bu joylarimizdan cho'lchanglarni zich holatda qilib, zichlashtirish usulidan foydalangan holatida yetkazib beramiz. Hozir aka-ukalarimizga cho'lchanglarni holatini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Ko'rinayotgan bo'lsa, cho'lchanglar oziqasi yaqinda beriluvdi, tugab qolibdi. Cho'lchanglar zichligini o'zingiz ko'rib turibsiz. Juda bir zich holatda bo'lgan, och holatda turgan Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchanglar. Mana yana boshqa joyimizdan bir qator ko'rsataylik. Oziqasi to'lgandan keyin tepaga chiqib oladi cho'lchanglar. O'zingiz cho'lchanglar zichligini ko'rib turibsiz. Juda zich holatda. Hozir yoz oylarida mana ustiga soya bo'lish uchun setkadan foydalandik. Xudo xohlasa videoning davomiyligida akamiz cho'lchanglar boqish uchun tayyorlab qo'ygan joyini ham siz aka-ukalarimizga bir qator ko'rsatib o'tamiz. Shu biznesga qiziqayotgan aka-ukalarimiz shu ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilishi mumkin. Bizda hozirgi kunda mana shunday zich holatdagi Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchanglari sotuvi davom etmoqda. Kvadrati 1 million so'mdan viloyat bo'ylab dastavkalarimiz bor. Hozir siz aka-ukalarimizga cho'lchanglar qay holatda solishini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Cho'lchanglarni hozir ustini olamiz. Tepa qatlamni olib ko'rsatamiz. Zichligini o'zingiz ko'rib turibsiz. Juda dahshat holatda. Mana shunday zich holatda cho'lchanglar solinadi. Tagigacha aka xuddi shunday. Tagigacha. Qarang, go'shtligini